Amerika student vizasidan o'tkaza oldingizmi? Undan nima Kanada haqida o'ylab ko'rmaysiz. Axir Kanadada hamma sifatli ta'lim beradi. Qolaversa, o'qishni tugatgandan so'ng qolib ketish imkoniyati ham mavjud. Ortimda Alberta universiteti har yil dunyo bo'ylab 100 minglab talabalar Kanadaga student viza olishadi. Yurtdoshlarimiz orasida ham Kanadaga student viza olganlar soni oshib bormoqda. Kanada student viza uchun 2026-yilga jami 155 mingta kvota ajratgan. To'g'ri, hozirgi kunda Kanadaga student viza olish ancha qiyinlashdi. Chunki har yillik kvotalar keskin qisqartirilgan. Lekin Amerika student vizasidan rad javob olganlar Kanadaga ham o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishlari natijaga olib kelishi ehtimoli yo'q emas. Kanadaga o'qishga kelganlarning aksariyati bu davlatda oxir-oqibat qonuniy qolib ketishadi, doim yashovchi bo'lib. Sababi o'qishni tugatgandan keyin 3 yillik ishchi viza olish imkoni bor. Shuningdek, AQShdan farqli ravishda turli xil immigratsiya dasturlari mavjud. O'qish uchun kontrakt narxlari ham AQSh, Buyuk Britaniya yoki Avstraliyaga solishtirganda nisbatan arzonroq. Bundan tashqari, Kanada vizasiga hujjat topshirganda intervyu olish jarayoni yo'qligi ham o'ziga xos qulayliklardan biridir. Qolaversa, ba'zi bakalavriat dasturlari va istalgan magistratura dasturiga student vizaga hujjat topshirganlar turmush o'rtog'iga ham ishchi viza olishlari mumkin. Natijada Kanadaga oilaviy kelish imkoniyati yuzaga keladi. Amerika student vizasidan o'tkazib olgan bo'lsangiz, tushkunlikka tushish shart emas. Axir aytishadi-ku, bir eshik yopilgan bo'lsa, ikkinchisi ochilishi mumkin. Hammasida hikmat bor.